Men masalan to'g'ri odamman, men demokrat bo'ladigan bo'lsam, unda dunyo uchun yashashim kerak bo'ladi. Bu dunyo uchun. Джахангир Отаджонов, известный узбекский эстрадный исполнитель, который не так давно оставил свою деятельность в шоу-бизнесе по причине несовместимости шоу-бизнеса с исламскими ценностями, высказался о демократии во время своего очередного стрима. В социальных сетях появился видеоролик с участием Отаджонова, где певец отвечает на вопрос некоего Асада Атабоева о демократии. Odam demokrat bo'la olmaydi, Asad Otaboyev, shuni esdan chiqarmang. Agar haqiqatda inson musulmon bo'lsa, demokrat bo'la olmaydi. Agar men musulmonman, demokratman deb labz qilsa, demokratiyaga javob berish kerak. Demokratiyaga javob berishlik degani bu dunyodagi hamma narsaga rozi bo'lishlik. Hattoki musulmonlik umuman qabul qilmaydigan holatlarga. Demokratiya bu ya'ni. Demokratiya agar haq huquqi 100% amalga oshirishga haqli bo'lib, har bitta dunyo fuqarosi hisoblanadigan bo'lsa, musulmon odam demokrat bo'la olmaydi. Men shunaqa tushunaman. O'zimizni musulmoncha mumkin emas narsalar mumkin emas, mumkin narsalar mumkin deydigan demokratiya degan bo'lsa, bu demokratiya bo'la olmaydi. Demokratiya deyapsiz. Demokratiya talabkor bo'lsangiz, qanaqasiga musulmon bo'lasiz? Aytingchi, qanaqasiga siz musulmon bo'lasiz? Turkiyadagi bo'ladi, unda mana Turkiyada demokratiya bor. To'g'rimi? Turkiyada Galuboylar ham bor mana masalan. Bemalol yurishadi ko'chada. Bu qanaqa masalan bizga to'g'ri keladi? Sizga kerakmi shu narsa? Farzandlaringiz orasida mana demokratiya. Asadbek, sizni o'g'lingiz bemalol gey bilan gaplashib o'tiradi choyxonada oshib. Oshnaingizlar deb. Mana demokratiya sizga. Men u narsani tarafdor emasman. Agar unaqa narsaga ruxsat berib demokratik davlat qurish kerak bo'ladigan bo'lsa, unda men ilohim bo'lmaydi. Uni javobini bera olmaymiz Allohning oldida ertaga. Видео вызвало широкий резонанс в социальных сетях, причем многие пользователи не только узбекского, но и всего центральноазиатского сегмента социальных сетей поддержали Джахангира и согласились с ним. Alloh uchun shariatimizga. Напомним, что Отаджонов далеко не единственный деятель узбекского шоу-бизнеса, который оставил профессию по причине соблюдения ислама, причем некоторые из них теперь ведут проповеди, призывая народ к соблюдению ислама и исламским ценностям. Haliyam biz Allohga muhtojmizda. Haliyam Robbimizga muhtoj.